Assalomu assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hammamiz mana shu profilga tik etib podpiskani bosib, kommentlar yozib, layklar bosib, assalomu давайте, sizlarga ishonaman. Давайте kutini qonatamiz, Instagramda bang'illatib tashlaylik. Oldindan rahmat, assalomu. Bugungi kunda global axborot maydoni va ijtimoiy tarmoqlar shaxs kamolotiga xizmat qilishi lozim bo'lgan bir paytda ayrim kimsalar bu imkoniyatdan jamiyat ma'naviyatini yemirish va axloqsizlikni targ'ib qilish yo'lida foydalanayotgani taassuflidir. Qo'qon shahrida o'zining nojoiz xatti-harakatlari bilan bir necha bor tilga tushgan shaxsning faoliyati yana ijtimoiy tarmoqlar diqqat markaziga tushdi. Ushbu kimsa milliy qadriyatlarimizni oyoq osti qilib, arzon mashhurlik ilinjida jamiyat odob axloq me'yorlariga zid kontentlar tarqatishda davom etmoqda. Mazkur shaxs ayollarni turli aldov va manipulyatsiya yo'llari bilan o'z domiga tortib, ularni hayosiz video tasvirlar ishtirokchisiga aylantirayotgani aniq faktlar bilan ko'rinib turibdi. Bu kabi faoliyat nafaqat xotin-qizlar sha'niga putur yetkazadi, balki voyaga yetmagan yoshlarni buzg'unchi muhitga, yengil-yelpi hayot tarziga va axloqiy tubanlikka chaqiruvchi xavfli omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eng achinarlisi, ushbu shaxsning qilmishlari jamoatchilik tomonidan 3-bor keskin tanqid ostiga olinishi qaramay, u hali ham o'z ishini davom ettirmoqda. Bunday holatlarning takrorlanishi jamiyatda jazosizlik hissini uyg'otishi va boshqalarni ham shu kabi yo'llarga boshlashi mumkin. Yoshlar ongini zaharlayotgan, oilaviy qadriyatlarga rahna solayotgan bunday videolarning keng tarqalishi ma'naviy xavfsizligimizga bevosita tahdiddir. Bir kishining manfaati yoki nafsi yo'lida butun bir shahar sha'ni va kelajak avlod tarbiyasi qurbon qilinishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Qo'qonjonim axborot tahririyati mazkur holat yuzasidan huquq-tartibot organlaridan qat'iy pozitsiya kutib qoladi. Nima sababdan bu shaxsga nisbatan avvalroq ko'rilgan choralar o'z natijasini bermadi? Nima uchun u 3-bor jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'luvchi harakatlarni bemalol amalga oshirmoqda? Mas'ul idoralar ushbu blogerning xatti-harakatlariga huquqiy va ma'naviy baho berib, amaldagi qonunchilik doirasida keskin choralar ko'rishi shart. Biz jamiyatning har bir a'zosini, mahalla faollarini va ota-onalarini bunday ma'naviy illatlarga nisbatan befarq bo'lmaslikka chaqiramiz. Befarqlik jinoyatga sheriklik demakdir. Tarmoqlardagi behayolik va ma'naviy buzg'unchilikka qarshi kurash faqatgina ma'muriy choralar bilan emas, balki kuchli jamoatchilik nazorati orqali amalga oshirilishi lozim. Qo'qon shahri o'zining ilm-ma'rifati va yuksak madaniyati bilan tanilgan maskan. Bir hovuch ma'naviyat kushandalarining bu muqaddas zamin nomiga dog' tushirishiga, yoshlar taqdiri bilan o'ynashiga yo'l qo'ymasligimiz shart. Tahririyatimiz ushbu mavzuga huquqiy yechim topilgunga qadar qaytishda davom etadi.